Assalomu alaykum. Maktabdagi bolajonlarimiz uchun buterbrod tayyorlaymiz. Birinchi idishimizga iliqqina sutni solib, tuz, shakar, bir dona tuxum hamda to'rtta dro'jjalardan solamiz. Yaxshilab aralashtirib, unimizni elikdan o'tkazib solamiz. Avval lopatkada, keyin bo'lsa qo'limizda xamir qoramiz. Kalexni sifatli, mazali sariyog'ini xona haroratida yumshatib, xamirga qo'shamiz va qo'limiz bilan yaxshilab ishlov berib, zuvala holiga keltiramiz. Issiq joyga 1 soatga olib qo'yamiz. Xamirimiz chiroyli bo'lib oshib chiqqandan so'ng, xamirimizni 10 ta zuvalaga bo'lib olamiz. Men katta-katta qilib tayyorladim. Zuvalalarni bir chekkadan yoyishni boshlaymiz. O'rtasiga oddiygina o'simlik yog'i suramiz. 2 buklab, yana bir chetiga o'simlik yog'i surib, taxlab olamiz. Listimizga qo'yib, ustini yopib, 15-20 minut yana tindirib olamiz. Yana ham ishib chiqqan xamirlarimiz ustiga tuxum surib, kunjut sepib duxovkaga jo'natamiz. Qip-qizil pishgan bulchkalarimizni ozgina sovutib, ichiga kolbasa, sir, salat bargi, bodring solamiz. Orasiga pomidor solishni maslahat beraman, chunki bulchka xamirlari bo'kib qolishi mumkin. Bu yegulikni bolajonlarimiz mazza qilib iste'mol qilishadi, yoqimli ishtaha.